Assalomu alaykum. Hörmetlik Şərq Türkistanlıqlar, vətəndaşlar, qarindaşlar. Dünyanın hər qaysı joylaridagi bizningki barliq mush programmamizni ko'rayotgan qarindoshlarga o'tliq salom. Bugun biz bir tarixiy kunning ahamiyatini sizlarga so'zlamoqchi. Ya'ni bugun biz Şərq Türkistondagi besivlangan davlat ekanligini Amerika Meclisiga tonutish murojaatnomasiningki dastlabki natijasiga erishdik. Bu natija nəhayət xoşallarlıq bo'ldi. Ehtimal ba'zilaringlar bundan xabar topgan bo'lishinglar mumkin. Ba'zilaringlar xabar topmagan bo'lsanglar, shuni nəhayət xoşallik bilan aytamanki, chet eldagi 61 Sharq Turkistonlik tashkilot bizningki ushbu murojaatnomamizga imzo qo'ydi. Biz buni o'zimizningki ilgari sizlarga bildirgan ochiq xatimiz bilan Amerika Meclisi ve şu meclisteki siyasilerine ve kanun çıkarıcılara bugün yolladık. Yani bundan bir neçə saat ilgari bu yollandı. Ben bugün bu xat yollangan Amerika Meclisteki organlarını sizlerə qısqaça deb ötümen. Bu xat Tashqi ishlar komitetininki ishg'ollarga yollandı. Şunun bilan bir vaqtda Tashqi ishlar komitetininki reisi ve muavir reislerge yollandı. Hem de bu Tashqi ishlar bo'yicha senatorlikninki Tashqi ishlar ishxonasiga yollandı. Şunun bilan bir vaqtda senatninki Tashqi ishlar komitetininki reisi ve muavir reislerge yollandı. Hem de ahirde bu xat yana şunun bilan bir vaqtda Amerika Meclisininki Xitoy Kommunistik Partisi bo'yicha tanlangan komitetiga ve bu komitetinki reis ve muavir reislerge yollandı. Şunun bilan bu xat jami 10 dek ishg'ollarga bugün yollandı. Hem de yana bir xoşallarlıq bir iş, bizning bu xatni yollaganligimizningki xabar, yani 61 Sharq Turkistonlik tashkilotlarning birlashib bu xatni Amerika Meclisi'ndeki münasebetlik o işgallarga yollaganlıktan ibaret bu xoşanlarlık ve mühim haber Amerika'daki danlık 10 kanat matbuat olmuş Breitbart haberlerde bugün çıktı. Bunu mu köreleysizler, bunun İngilizcesini. Bu hem bizimki bugün kıygan faaliyetlerimizinki mühim kısmı. Yani bizni xoşallandırgan kısmı. Hoş, vatandaşlar, 70 yıldan aşkan müstemlik tarihimizde bu kıtım müstakil buluştan ibaret birden bir gayemizni 61 Şarkı Türkistanlık teşkilatının imzayı bilen Amerika hükümetiga, palata azalarına, Xitayga ve özümüzge bildirdik. Yakın saatlerde sizler bu 61 teşkilatlarınki tizimliki bilen tanışsızlar. Elbette bununki İngilizcesi Facebook ilan kılınıptı. Bunu biz elbette tercüme kılıp diqqətinizə sunubuz. Bugün şunu ben nəhayət təntənlik cəqalayman ki, Şərq Türkistan'dan müstəqilliğindəki mühim bir basqıç bolğan, onun besivlangan, yani onun Xitay hükümeti tərəfindən besivlangan bir dövlət ikənligini tanıtış hərəkətimiz bugün ahırlaşmadı, belki endi perdesini açtı. Hemmanlar soruşunlar mümkün, ya ki bazılar soruşunlar mümkün. Bunun bilen vatan azat bulup ketetdimi? Elbette, vatan bunun bilen ətil azatlap ketmeydi. Ama vatanni mana muşundaq kiçik ve puxta qədəmlərini basmay turub azat qeygılı olmaydı, qarindaşlar. Elbette bunun önümü ətil görülmeydi. Ama uzak müddetlik bir jarayonda bizga o'xshash qumdek kechilib ketgan sürgündeki bir xalqning irodasini bir yerga olib kelishda, fokuslashda halqılık rol oynaydı. Şundaqla men bir savol so'rab baqay. Bundaq mühim bir hareketke
qatnaşmay yoki uningga to'sqinlik qilib turib vatanni ozod qilib bo'lamdi? Bo'lmaydi. Asla bo'lmaydi. Bo'lmaydi emas, bu bizning yo'qolishimizni texidimi tizildi. Bizning bu uch xetimiz va bu murojaatnoma e'lon qilingan bir haftadan ortiqroq vaqt mobaynida chet eldagi ba'zi shaxslar bu harakatimizni qattiq burmiladi. Buning bilan vatandoshlarimiz qaymoqtirildi. Hatta imzo qo'yayotganlarga tahdid silinib, to'sib qo'yildi. Shundaqdimi Allah'a min qatlı şükür ki bu faaliyetimiz ig'vogarlarning suiqasdini bosib o'tdi. Düşmanimizning rezil planini yer bilan yakson qildi. Buni sen qilib ketamdigan deb hasad qilganlar dog'da qoldi. Vatandoshlar, bu ehtimal oxir qitim bu harakatimizni tushuntirib qolsin. Agar bu harakatimizni o'zimizning manfaati nuqtasidan tushunmasak, buni bizning düşmanimiz bo'lgan Xitoyning manfaat nuqtasidan tushunib boqayli. Shu chaqda ehtimal biz texadimmi aniqroq bo'lgan, texadimmi mudhishroq bo'lgan, texadimmi real bo'lgan, texadimmi ta'xirsiz bo'lgan yana bir xil tushuntirishga erishishimiz mumkin. Esinglarda bor. Xitoy hukumati 1996-yili, ya'ni buningdan 28 yil muqaddam 7-numurluq maxfiy hujjatni ichki qismida tarqatdi. Buningga nurg'unlarimiz diqqat qilmadik. Diqqat qilganlarimizning yana nurg'unlari uni tushunmadi. Amaliyotda bu hujjat bizningki kollektiv o'lim xetimiz edi. Ba'zilarimiz xuddi Seyit Nochidek o'zimizning o'lim xetini ko'tarib yurdikki, uni o'qib boqmadik. Tadbirni texmi olmadik. Xo'sh, bu hujjatda zot nimalar deyilgan edi? Bu hujjat amaliyotda keskin ma'nodan elib aytgan vaqtda Uyg'urlarni yo'qotishninki yo'l xaritasi yoki plani edi. Uningda bizni yo'qchi qanday elib beriladi? Ikki nuqtada elib beriladi. Boshqa nurg'unlagan nuqtalari va qadam bosqichlari bor. Buning ichida diqqatni tortarlik va bizning bugungi ishlarimizga munosabat bo'lgan ikki nuqta bor edi. Ya'ni bu nima edi? Birisi Sharq Turkiston degan nomni ishlatishni butunlay cheklash. Mayli Sharq Turkistonda bo'lsin yoki chet elda bo'lsin, bo'laqmi chet elda. Bu cheklashda Sharq Turkistonlik tashkilotlarning ishlatilishi cheklashda o'z ichiga qolmay, balki bu nomni boshqa chet el hukumatlarga ishlatkizmaslik. Bu orqali uning xalqaralashishning oldini olish. Yana biri Sharq Turkiston mustaqilchilarini chet elda uzil-kesil yetim qoldirish. Endi bizning chet eldagi 28 yillik siyosiy harakatlarimiz, tashkillanishimiz va tashkilotlanishimiz, ideya mafkurlarimizga bu nuqtadan qarab boqayli. Biz asosan toki yaqingacha xili zo'r darajada Xitoyningki bu rezil planiga moslashib keldik va uni ijro qilib keldik. Mayli bilayli yoki bilmayli. Ba'zilarimiz Sharq Turkiston degan bu nomni ya yoqtirmadik, ya uni qo'llanishni rad qildik, ya uni zanglik qildik, ya uni Uyg'uriston degan davlat nomimiz bilan so'qishtirib, oxiri Sharq Turkiston degan nomni yo'q qilmoqchi bo'ldik. Xitoyning bu plani 28 yildan beri bizni davlatchilikdan iborat bu buyuk va ta'xirsiz g'oyadan turli shakllar bilan yiroqlashtirib keldi. Bugun bo'lsa Xitoylar bu planning oxirgi qismi bo'lgan irqiy qirg'inchilikni elib beryapti. Garchi irqiy qirg'inchilik u hujjatda deyilmagan bo'lsa-mu, ammo u hujjatda elinadigan planlarningki oxirgi nishoni mana shu irqiy qirg'inchilikda to'xtaydi. Vatandoshlar, biz bu qitim hech bo'lmasa Xitoyning bu planini bitchit qildik deyalayman. Buni mushu murojaatnomaga imzo qo'ygan 61 tashkilot birlikda bitchit qildik. Bu orqali bizda mavjud bo'ladiganmiz davlatimizni qayta qurish g'oyasi hargiz o'lmaydi deganni yana bir qitim jakarladik.
Hem yana shunimi namoyon qildikki, ilgari Sharq Turkistonchilar yetim qoldirilgan, kamsitilgan, xato tushunilgan va hatto dushmanimiz zarxandlik bilan degandek bir uchumlarga aylantirilgan bo'lsa, bugun ular yolg'iz emas, ojiz emas. Mustaqilchilarning qo'shuni ilgarikidan texadimi zo'raydi. Mustaqillik hayotimizning asosiy muqomiga va nishoniga aylanyapti. Mana bu haqiqiy g'alaba. Agar bu murojaatnomaning ahamiyatini tushunmaganlar bo'lsa, men haqiqiy g'alaba deyman. Bugun bu murojaatnomaga imzo qo'yganlarning hammasi tarixning eng ochqishli bir paytida Xitoyning bu nijis planiga yo'q deb javob qaytara olganlardir. Shundaqla uningga qarshi bu muqaddas kurashga qo'rqmasdan, o'ylanib o'ltirmasdan va keskinlik bilan bu g'alaba bu ishga aktiv bilan qatnashgan, uningga imzo atgan va imzo atqichlarni qo'llagan hammanglarga mansub. Sizlar buni qozondinglar. Sizlar bugun 2017-yili irqiy qirg'inchilik boshlangandan beri tunji qitim ichinglardan chiqarib, qaqoqlab kulishga, o'zinglardan faxrlanishga va bir-biringlarni tabriklashga haqliqsizlar. Shuni aytish kerakki, bu murojaatlarga imzo qo'ymagan yana nurg'un tashkilotlar bor. Texim muhimi, ularning ko'p qismi ta hozircha og'izda bo'lsinmi, uyg'urcha bo'lsinmi, so'rinlarda, yig'ilishlarda bizmi mustaqillik deymiz deb kelganiga qaramay, bu murojaatnomaga imzo qo'ymadi. Vatandoshlarim, buningdan hayron qolmasliklarini so'rayman. Chunki imzo qo'ymaydiganlarningki, yoki qo'ymaganlarning yillardan beri bizga bilinishlik bo'lib kelgan. Bu qitim ularning maydoni yana bir qitim ochiq oshkora va poklik muqimlashdi. İmza qo'ymaydiganlarning bahonasi nurg'un. Ya'ni biz bilan maslahatlashmadiyay. Bizmi bundaq ishni qilyotibdik-ey. Uyg'ur siyosatini vayron qilmoqchikanay. Bizni hozirla javob berishga qistadiyay. Uyg'uriston demidiyay. Qatorliq yeylar bor. Cheksiz bir yeylar bor bu yerda. Ularning maydoni kapi bu bahonalarmi bizga yangilik emas. Yangilik bo'lgani ularning o'zininki nima da'vatqanlik bilan hisoblashmay, o'zininki chet eldagi ko'p qism tashkilotlar va jamoatning qarshisida chiqayotganligiga qaramay, ilham mantiqsiz va tutamsiz bahonalarga jahillik bilan eslab olishidir. Bu jahillikni xuddi o'zining maydonida, siyosiy maydonida ching turgandek kulkilik mag'rurlik bilan ifodalashdir. Qadrli vatandoshlar, o'ylab boqaylik. Bizdek qo'rqinchli bir mustamlikadagi millatdan o'zimiz emas, balki xohlagan bir chet ellik vataning besivlanganmi emasmi deb so'rasa, nima deb javob bergan bo'lardik? To'xtabdi. Men o'yinni bo'lay deytdikmi? Yoki bilmayman deytdikmi? Yoki mening nima korim deytdikmi? Yoki barhaq vatanim Xitoy tarafidan besivlangan zamin yoki davlat deytdikmi? Buningga o'ylanish va vaqt ketadimi? Albatta. Bu vaqtda o'ylanib boqmaganlarga yoki bu vaqtda o'ylansimi, yoki o'ylanib baqqan bo'lsinmi, yoki o'ylanishga uringan bo'lsinmi, oxirgi javobni topolmay yurganlarla o'ylanishga vaqt talab qiladi. Ammo butkul azob oqibatlari va yo'qotishlarning tub sababini boshqa narsa emas, balki mustamlikadan ko'rdigan, qulluq tushib qilib erkinlikka zar bo'lgan va Xitoy zulmida bag'ri qon zardab bo'lgan har qanday bir Sharqiy Turkistonlik buningga hech o'ylanmasdilar.
vatanın besivlengan zemin cevap bereleydi. Eğer zulüm rast bolsa, eğer kulluk cenimizden ötken bolsa, eğer horluk kötürüp kopkusuz bolsa, eğer müstakillik bizning derdimizning tüp sebebi bolsa, yani nimege müstakillik diyenmeyimiz, kaçangacha diyenmeyimiz. Kimlerning eğer bundak desek, açıklap qilishdan qo'rqib turib diyenmeyimiz. Yoki bizga tashlab berayotgan ikki to'rt tal dinidan ayrılıp qilish uchun qo'rqib buni diyenmeyimiz. Diyenmigidek, ayıgıdek nemimiz kaldı. Korkunçumuzdan başka korkudek yani nemimiz var. Oyunu bakayla kardeşler. Eğer diyenmisek, eğer bunu diyenmisek, ya azapını his kılmadık derecede pankaylaşkan, ya horlansak mı, bizi horlavatkallarının tasfisi sebeplik avazımızı çıkaralmaydıgan, ya ki ve avazını çıkarallarga iştek ya ki özümüzün takdirige kılç kızıkmaydıgan biri bolumuz. Adak tügün şu ki, ya bizden vatanperverlikimiz yalgan, ya bizden munqarzlikimiz. Yani şunu mu dep koyay? Bugün bu müracaatnamega imza koymaganlar bizden devirdaşlarımız, azapdaşlarımız, katliamdaşlarımız ve munqarzdaşlarımız. Afsuski, asli bu ortaklıkla bizni bulardan qutuluş yolunda birleştirisi bo'latdi. Ama bu qitim biz yana qashqa bölündük. Qash bo'lib ketdik. Natija o'ttirdi. Kimning kim ekanligi ayon bo'ldi, ham kimning kim ekanligi o'ttirdi. Ama shuni deb qo'yayki, bunaqa imzo qo'ymaganlarga ishkimiz yanada ochiq. Qachoniki mustaqillik uchun haqiqiy ma'noda bir safda bo'lishni xohlasanglar, qo'limiz ko'ksimizda. Biz yanada qarindosh. Düşmanımız o'xshash. Azaplarımız o'xshash. Takdirimiz o'xshash. G'oyimiz o'xshash. Bu o'xshashliklar bizni asli qon bilan go'shtdek birlashtirib o'tish kerak edi. Ammo undaq bo'lmayapti. Yani şunu mu deymenki, vatandaşlar imza koymaganlar sebeplik royunlarını herkes düşünmüyorlar. Mana 61 teşkilatına imzayı vatandan tizrek müstakil bo'lishdan ibaret bu nişanda texmi köp adamlarımızdan ortak g'oyaga ekanligininki po'latdek dalili bo'ldi. Bu bizni g'ururlantirdi. Hem bizga yeni ümit bəxş etdi. Bizning o'rtak g'oya ostida hamkorlashib texmi nurg'un natijalarni barliqqa keltira oladiganligimizga kapolat berdi. Sharqiy Turkiston sürgüntü hukumati pat yaqinda ushbu murojaatnomaga imzo qo'ygan tashkilot rahbarlari bilan uchrashish elib bordi. Bu orqali kelgusidagi hamkorlik haqida texmi ilgirlab izlanamiz va sizlarga bu haqda texmi xo'shallanarlik xabarlarni yetkazishga va'da beramiz. Vatandaşlar, abay deb o'tganimdek, bu qitimliq g'alaba oldi bilan Sharq Turkistonliklarning qo'llab-quvvatlashiga mansub. Ondan har qaysi tashkilotlarning buningga dadillik bilan imzo qo'yib, o'zining siyosiy maydonini bildirganligiga mansub. Bo'libmi? Bu yerda eng muhim bir qarindoshlarimiz bor. Bular vatanda, qarang'i turmalarda bir minut bo'lsa-mu erkinlikning ta'minini tetishga zar bo'layotgan ashu millionlagan xalqimizga mansub. Esinglarda bo'lsin. Ularning umidi bizga tushirilgan buyruq. Ularning yo'shirin duolari bizning ma'naviy tuvrikimiz. Ularning ahuzari bizning harakatlantirgich kuchimiz. Endi bu murojaatnomada Sharqiy Turkiston sürgün hukumati olib ketadigan foydani deb o'tib ketay. Çünkü bu payda pek sürüştürüldü haftadan beri. Bunu demesem olmaydı.
Bu müracaatname faoliyatida Sharq Turkiston sürgün hökuməti faqat özünün üstüge tushgan vazifani ado qildi. Ya'ni u vatandaşlarımızın siyasi g'oyasini, ya'ni mustaqil bo'lishdan iborat bu o'rtaq siyosiy g'oyani bir murojaatnoma shakliga kirgizib, Amerika siyosiylarının diqqatiga sunishga xizmat qildi. Biz faqat sizlarning xizmatinglarda bo'ldik. Başqa hech tamada bo'lmadik. Oxirida buningdan xo'shallik topdik. Mana bu bizning foydamiz. Zardigo'sh bo'lmanglar. Boshqa cho'ng foyda yo'q bu yerda. Xizmat qilishda bor. Bu munosabatda Turkiston sürgün hökumatining Cumhur raisi bo'lish suhbatim bilan hökumatimizda bu ishni vujudga chiqarishga jon dil bilan xizmat qilgan barliq millat vakillariga va boshqa a'zolarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ularning ba'zilarini qaldiq Uyg'ur kommunistlardan tortib, biz bilmaydigan oddiy Uyg'urlarga haqoratladi va hatto o'ziga munosib kelmaydigan tillar bilan popozi qildi. Shundaqdimi ular o'zi ko'zlagan vazifaning yuz xotirasi uchun ishini tishlab, hammamizning xizmatini qildi. Voysimidi, orqaga yanmadi. Ularning gunohi zodi nimadi? Ularning gunohi erkinlikni yo'qotganlarning esiga erkinligiga sahip chiqishni selish bo'ldi. Yani gunohi bu-te. Devletini tartqizib, ar-nomusga qolganlarni nomusni aqlashga fursat bilan ta'minladi. Ularning gunohi g'ururi yer bilan yaksan qilinganlarga g'ururni asli keltirishning birdan bir yo'lining qarindoshlarini tillash emas, balki o'rtaq dushmanni vatandan qo'g'lab chiqarish ekanligini eskartish bo'ldi. Gunoh bular. Vatandoshlarım, sizlarning bu minnatsiz ajringlarni vatan hargiz unutmaydi. Oxirida shuni aytib qo'yay. Bu murojaatnomaga imzo qo'yishga kuch chiqarganlarningki, ya'ni uning tashviqotini elib borgan, boshqalar bilan ko'rishgan, so'zlashgan, qoyil qilishga tirishganlarning ichida nurg'un yosh inqilobchilarni ko'rdik. Albatta, bu sabti yana G'ulom Osmon Yag'ma apandi, Abdul Ahad Nur Qaraji qatorliq boshqa cho'nglarni ko'rdik. Yana buningda boshqa cho'nglarmi bor, masalan, Mevlan Yasin apandim va boshqalar. Men hozir bu cho'nglarning to'hpisini demay turay. Biz to'hpini yoshlarga berilib, biz bu yoshlarningki ishlardan bekmi suyundik. Men shaxsan bu fidokorlikdan bek suyundim. Men bularning ba'zilarining ismini atab o'tmoqchiman. Agar buning ichida men unutib qolganlar bo'lsa yoki ismini deyanmagan yoki xato deb qolgan bo'lsa, meni kechirishlar, chunki menga qiyinlik yetib o'tadi, afu qilasizlar. Oldi bilan Amerikadan Salih Xudoyor va Mehmet Veli. Shivisidan Nijat Turg'un, Abdushukur Samsaq va Tug'liq Hamid. Gollandiyadan İbrahim Aqqovuq, Alijon, Salom G'ini, Abdushukur va Abdurahim G'ini. Norvegiyadan Qurbonjon Nisomiddin, Abdurashid Farhad, Alimjon Ahmad va Farhad Abduvali. Avstraliyadan Dilyar Musabay, Nurmuhammad Mejid Turkistoni, Adam Turan, İlyar Şükür ve Muyassar Ablat. Kanada'dan Nasrullah ve İsmet Kerimov. Germaniyadan Bilal Karamay. Türkiye'den Abdullah Tursun ve Abduvali Adem. Japonya'dan Abdurrahman Hasan qatorliqlar. Bu tizimlik bir yerde tügümeydi asli. Bo'libmi Salih Xudoyor bilan birlikda Dilyar Musabay bilan Nijat Turg'unning ilmiy va qoyilqararlik tushuntirishlari bizning bu faoliyatni jamoatimizga tashviq qilishga nihoyatda foydali bo'ldi. Bu munosabat bilan men bu illarimga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Bu faoliyatda yana ismi zikr qilingan nurg'unlagan yoshlarimiz bor. Bularning ba'zilarini biz bilmay qoldik. Bilinmegenlikim xalqimizning bilinmaydi. Mening bilinmegenlikim xalqimning bilinmaydiganligini bildirmaydi. Men faqat bir shaxs, buning bir parchasi. Yana ba'zi yoshlar bu ishlarni un-tunsiz ismini chiqarmay turib qildi. Bularga ko'p rahmat. Demakki, bu yoshlar bizni texim ilhomlantirdi. Chunki orasida yoshlar bo'lmagan faoliyatda
hayati kuch kamchil bo'ladi. Yoshlarning qo'llashiga erishmagan siyosiy harakatda yangilik, tasavvur va radikallik oz bo'ladi. Bizning bu mustaqillik harakatimiz dal mana shundaq o't yurak yoshlarga texidimmi ehtiyojli. Men kelgusida ular kabi teximi ko'p yoshlarning bu sapda biz bilan mo'riga tilab kurash qilishini umid qilaman. Yoshlar, sizlar vatanning kelgusisizlar. Sizlardagi o'tdek qizg'inlik bizni manzilimizga yetkazishdagi ma'naviy boyliqdir. Sizlarning vataningizga bo'lgan o'tdek muhabbatinglar va kuchli burish tuyg'unglar hammamizni texmi jasoratli qiladi. Sizlardagi aql farosat va bilim ishlarimizni texidimi tadbirlik va unumli qiladi. Bu kurash sizlarning ko'rishinglar. U sizlarni jumladan hammamizni oxirgi qalbiga erishtirdi. Allah vatanimizni aman qilg'ay. Sharq Turkistondagi xalqimizni ozodlikka bo'lgan umididan ayirmag'ay. Chet eldagi jamoatimizni o'ziga mehribon, dushmaniga muhabbat nafrati aniq va tadbirli qilg'ay. Allah hammamizni erkinlik haqidagi mushu sadolarni Qashqarning, Urumchining, Aqsuning, G'o'ljining, Turpan, Qumul, Ko'rli va Xotan osmonida birlikda yangritishga nasib qilgan. Hammanglarga rahmat.